Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti xodimlari, shuningdek boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining sergak va hushyorligi bois xalqaro narkotik tashuvchi uyushgan jinoiy guruh a'zolarining noqonuniy xatti-harakati fosh etilib, qo'lga olindi. Joriy yilning sentyabr oyida huquq-tartibot organlari hamkorligida transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi xalqaro tezkor qidiruv tadbiri o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona xizmati xodimlaridan iborat tezkor guruh tuzilib, 111 kilogramm bo'lgan giyohvandlik vositalari qo'lga kiritildi. Xalqaro uyushgan narkoguruhning 6 nafar a'zolari respublikaning Farg'ona, Andijon va Toshkent viloyatlari hududida qo'lga olindi. Jumladan 13 sentyabr kuni Farg'ona viloyatida yashovchi shaxs giyohvandlik vositalarini qabul qilib olayotgan vaqtida ushlandi. Tezkor tadbir davom ettirilib, uyushgan jinoiy guruhning Andijon viloyatida yashovchi 2 nafar a'zosi 10 kilogramm gashish giyohvandlik vositalarini ko'mib qo'yilgan joydan olayotgan vaqtda ushlandi. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida jinoiy guruhning Andijon viloyatida yashovchi 2 nafar a'zosi tumanda joylashgan oshxonada 6000 AQSh dollari evaziga 1 kilogramm miqdordagi opiy giyohvandlik vositasini sotib olgan vaqtlarda tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Jinoiy guruhning qolgan a'zolarini qo'lga olish maqsadida Toshkent viloyatining Angren shahrida davom ettirilgan tezkor tadbirda esa muqaddam 3 marotaba sudlangan shaxs 5 kilogramm opiy giyohvandlik vositasini qabul qilib olgan vaqtida ushlandi. Transchegaraviy uyushgan narkoguruh bir necha yildan buyon faoliyat yuritib, respublikaning Andijon, Farg'ona, Toshkent viloyati va Toshkent shaharlarida giyohvandlik vositalarini tarqatish bilan shug'ullanib kelgan. Har bir holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirda qolgan jinoiy guruh a'zolarini qo'lga olish maqsadida tezkor tadbir davom ettirilmoqda. O'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar negizida aholi tinchligi va xavfsizligini ta'minlash, xavfsiz hudud konsepsiyasini barcha hududlarda keng joriy etish maqsad qilingan. Unutmang, qonunni bilmaslik jazodan ozod etmaydi.